orqasida uni nima bor? orqasida qancha sinovli vaziyatlar. Mana hozir qahramonimiz bir zumda bir holatda bo'lmasam tanishganimizga 2 daqiqa ham bo'lmadi. Bu ichki holatiga ko'z yoshlar chiqdi. Shundoq. Mana ko'ribsan, 100 mingga zor bo'lib yuribsan, dedi ayam aytardi. Fotima, hali ham bo'lsa bor derdilar-da. Endi bu yo'dan bilasizmi? Bu yo'dan qo'yib yuborish kerak. Mana shu qo'yib yuborish kerak degan narsani odamlar qo'yib yuborishni o'rganmaguncha tushunishmaydi. Bu endi boshqa mavzu. Lekin shu joyda nima maslahat berasiz? Hamma narsani qilib ko'rganman, boray deganman, oxiri bo'ldi endi deganimdan keyingina 1,5 oydan keyin bilganman homiladorlik. Butun nima deysiz? Jigar go'shalaringiz, turmush o'rtog'ingiz, qaynanangiz, hamma yaqinlaringizni ham shu soniyada insoniyat bandasi unutib yuboradi. Faqat sidqi dildan Allohim bilan Allohimga murojaat qiladi. Allohimdan so'raydi. Bo'ldi, mendan qo'yinlar to'q edi aslida. Ammo oldimda bundan voz kechdim. Shunda o'sha kuni kelib aytganimda qaraganlarda men uchun eng og'ir kun o'sha bo'lgan. Men sendan rozi emasman deganlar. Sohani o'zgartirdim. Bolamda reski rost paydo bo'ldi. O'g'limda aniq tugadi, addishqa tugadi. Avtomatik tugadi. Sizda ham shunaqa, xuddi shunaqa bo'ldi. Hayotingizda mana shunaqa katta sinish ayollar bo'lgan ekan. Assalomu alaykum azizlarim. Omonmisizlar? Alhamdulillah, yana bugun ajoyib suhbatdoshim keldi, ya'ni qahramonim keldi desam ham noto'g'ri bo'ladi. Uchib keldilar. Ko'tarinki kayfiyatda, toki operator yigitimiz Ra'no opa, bu qahramonimiz bilan anchadan beri tanishmisizlar devordilar ham. Bu bo'lsa ham qahramonimiz ko'tarinki kayfiyatda kirib kelgan Fotima Iskandarova. Fotimaxon, Fatimochka desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Ismingiz jismingizga mos. Tanishgandan xursandman. Men ham как будто siz bilan ana bo'ladi, sizda ham shunaqa narsa bo'lyapti. Bir umr siz bilan tanishdik. Osmos. Da. Есть такое. Siz uchun shamol bo'lib kirib keldilar. Siz begonadek his qilmayapman-da. Zuburda, demak suhbatimiz samimiy bo'ladi. Dasturimizga xush kelibsiz. Mayli, hazil bilan bu bo'lsa ham nima deydi, 2 daqiqalik ko'ngili ochadigan bir kayfiyatni sizlarga olib kiritirdik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor sizni taklifingizni eshitib, men juda ham xursand bo'lib ketdim. Men даже bilasiz, unaqa narsa bo'ldi. Shokka tushib qoldim. Qaysi ma'noda? Ra'no opa podkast qilar ekanlar. Meni sohamga nima aloqasi bor deyapman-da. Borda, jonim. Ko'rib chiqdim-da, men shunaqa xursand bo'ldim. Qanaqa mana ekspertlarni ochib berayotganingizga-da, bu ishoni hammani qo'ldan kelmaydi. Ekspertlikka ochib berish. Men ko'rdim-ku, ekspertlarni kuzatib chiqdim. Chunki sizni umuman boshqa sohada ko'rganman. Umuman boshqa yo'nalishda sizni taniymiz-da. Endi siz bu yerdasiz. Lekin rostni aytaman, mazza qilaman. Ko'rdim, mazza qilayotganingizni. Shunaqa mazza qilamanki, har bir kelgan qahramondan o'zimga kerakligini olib qolaman. Undan tashqari uyga kelib farzandlarimga yetkazib olman. Yaqinlarimga, jiyanlarim va hokazoda shunchalik xalqqa kerakli mana shu kelayotgan qahramonlar, ular bilan qilingan suhbat nafaqat o'zimga, tabiiy hol bizani kuzatib turgan minglab tomoshabinlar uchun naf keltiriladigan yaxshi arzigulik dastur. Uni men olib borayotganligim uchun emas, aynan mana shu o'rinda o'tirgan qahramonlarimizni taqdiri. Hamma ham o'ziga yarasha kimdir arzimaydigan bir mablag'ni tikib, shu biznesi sekin asta-sekinlik bilan boshqarayotgan va bugungi kunda 4 yil, kimdadir 3 yil zo'r natijalar olib kelayotgan qahramonlar bilan tanishdim. Ular har xillar bo'ldi. Deylik, o'sha Abu Sahida ishlaydigan qahramonimiz bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bolajonlarning kechagi bilan Sevaraxon bosh hisobchi qahramonimiz bilaman. O'shani ko'rdimda aytdim, ertaga podkastga bormay, ishqib meni yig'latmang. Yig'latmaysizmi, lekin nimaga boshlandi. Ana yig'layaptilar. Biz o'zbek ayollarimiz biroz yo'q, men o'zim chiqimli bo'ladi. Sababi nima? Hech kim yig'lata olmaydi. Ikkalamiz bijir qilamiz. O'zi meni uncha-munchaga yig'latish qiyin. Lekin kecha qat'iy kelayotganimni bilishim kerak-ku. Qarab ish qilib meni yig'latmaylarmi deyapman. Hozir mana gapiryapsiz-da, 3-4 yildan beri qaysi yo'llardan o'tganliklar deb meni oldimdan shunday kartinkam o'tib ketyapti-da, hayot yo'lim. Ya'ni retro
xotirangizga keldi? Nimaga shunaqa qiynalganmisiz? 4 yil oldin o'zi mana biz aytamiz, qiynalmaganmiz, menda qiyinchilik yo'q. Menda ham shunaqa edi. Men masalan uchun hozir men psixoterapevtman. Bu meni 3-soham. Men mana shu sohaga kirguncha men qiynalganman. To'g'ri, farzand talab bo'lib turmushga chiqqandan keyin 6 yildan keyin farzandli bo'lganman. U farzand talab bo'lib qiynalish umuman boshqa narsa. U yerda sizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlarim bo'lgan menda. Ajrim holatlarigacha borganman. Lekin meni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'im va qayni-qayntam bo'lgan. Adam meni ajrashtirmoqchi bo'lganda, baribir farzandli bo'lmayapti deb, qizimni o'zim olib ketaman, o'zi boshqa yo'li balki nimani kuyovimni yo'lini to'smaydi debdi. U umuman o'ta qo'llab-quvvatlaydigan insonlar bo'lgan. Lekin aynan mana shu sohaga kirganimda men yolg'iz qolganimni, meni hech kimim yo'qligini his qilganman. Umuman meni podдержкам, mendan butun dunyo yuz o'girganini o'shanda his qilganman. Shunchalik darajaga borgan. Shunchalik o'sha kartinka ko'z oldimdan o'tib ketganda va aslida o'sha narsa menga hozir kerak bo'lgan. O'sha narsa meni o'stirgan. Shunaqa. O'zi bilasizmi, odamzod qachon kuchli bo'ladi? Boshida kuchli sinovlarni o'tkazsagina, qiyinchiliklarni o'tkazgan ayolgina bir bilasizmi, mustahkam bir shaxsga aylanadi. Chunki mana shu pog'ona qiyinchiliklarni o'tkazib, sabrli bilan yenga olgan ayolgina matonatli, kuchli, irodali va albatta oldinga qo'ygan maqsadiga erishadi. To'g'ri, mana ko'pchilik kuzatuvchilarimiz aytadi, mazada mana shu tadbirkor ayolga puli ko'p, chet ellarga ko'p chiqadi, unisi bor, bunisi bor deydi. Uni orqasida qancha sinovli vaziyatlar. Mana hozir qahramonimiz bir zumda bir holatda bo'lmasam tanishganimizga 2 daqiqa ham bo'lmadi. Bu ichki holatiga ko'z yoshlar chiqib keldi. Shunday kartinka o'tib ketdi-da. 6 yil ichida endi farzand kutgan ayollar bu narsani biladi, chunki aytishadi, ani tikilgan qozon qaynaydi dedi. Xuddi shunaqa bo'lgan. Xuddi shu mana befarzandlikdan qiynalayotgan befarzand ayollar kelishadi, haligacha kelishadi. Siz aytgandek, tikilgan qozon qaynamas ekan. 6 yil davomida qilmagan ishimiz qolmagan. Kim qatga sudrasa, endi bu odam bilasizmi? Bu odam qo'yib yuborish kerak. Mana shu qo'yib yuborish kerak degan narsani odamlar qo'yib yuborishni o'rganmaguncha tushunishmaydi. 6 yil davomida kim qatga sudrasa, mana bu domla bor ekan, o'sha yerdaman. Mana bu yerda kinnachi bor ekan, o'sha yerdaman. O'zbekistondagi professor qolmagan. Sal qolgan o'zimni sohamdan ginekolog bo'lib ketishimga. O'shanda men aytganman, ginekolog bo'lsam bo'lar ekan deb. Endi tasavvur qiling, 6 yil ichida ginekologiyaga kirmagan va o'qimagan narsam qolmagan. Qidirib nima qilinmagan muolajalar. Hech narsa qolmagan. Va xayolingizga nima keladi, kimni xayoliga nima keladi farzand bo'lish uchun hamma narsa. Xigi ukol meni o'rtog'im. Xigi ukol bu beremizga tayyorlaydigan, u вообще o'zi qilish mumkin emas. Biz qo'yardik. Issiq ukol deysizmi? Ilondan ovqat qilib ichish kerak. Yana nima bor? O'ylab topilgan. Qirmizi gul degan joylar bor, boylash kerakmi? Bu miya shunaqa ekanda, Ra'no opa, miya o'chib qolar ekanki, vihid qidirar ekan. Folbimi, tan olaman, borganman. Nima qotganini odam o'sha paytda tushunmas ekan. Hamma narsani qilib ko'rar ekan odam. Shu joyda bu endi boshqa mavzu. Lekin shu joyda nima maslahat berasiz? Mana shu holatda o'tirgan ayollarga taslim bo'lganman. Hamma narsani qilib ko'rganman. Boray deganman, oxiri bo'ldi, endi deganimdan keyingina 1,5 oydan keyin bilganman homiladorligimni. Tasavvur qilsin, bu bizda insonlarda taslimiyat yo'qligidan dalolat beradi. Bu narsani men hozir o'zim ham shu narsani o'rgataman ayollarga. Keyin biz taslim bo'lishni bilmaymiz. Kimga taslim bo'lishni bilmaymiz. Biz Allohga taslim bo'lishni bilmaymiz. Men esimda bor, nimaga turganman? 40 kun namozga turganman. Kechasi bilan Alloh bilan gaplashganman. Allohimga aytganman, bo'ldi, men charchadim. Bo'ldi, men charchadim, taslim bo'ldim deganman. Yana yashab yuraverganman.
keyin bilsam doktorga borgan postani doktorda yurganmiz, doktorim aytganlar san menga cho'ta bu safar yoqmayapsan, qorning g'alati turibdi, ishib ketgan qorning, nimadir bo'lgan degan. Parallelni qarindoshimiz opaxonlar umraga borganlar o'shanda. Fotimaxon kelgunimcha inshaalloh Ka'batulloh oldiga borib siz uchun farzand so'rayman degan. Mani qarindoshim tugul xo'jayinim tarafdagilar men uchun duo qilishardi. Shu darajada meni ular qo'yib yuborishmagan aslida. Oyjon bilan adajon qo'yib yubormaganlar. Opaxonlar, amakijonlar meni qo'yib yuborishmagan. Shu kelin ajrashib ketmasin debdi. Ular men uchun duo qilishardi. Doktorga borganman, Molda Hamzayevning doktorimlar. Fotima menga yoqmayapti. Shunda bitta o'zi qilib keyin qolganini keyin gaplashamiz. Borsan o'zingda turibdi-da. Endi bu narsani men tasvirlab ham bera olmayman. So'z bilan yo'q. Umuman. Men u paytda 93 kilo bo'lib ketgan paytlarim, garmonga o'tirgan. Doktor nima desa qilaveradi. Unisi desa, bunisi desa, bunisi miya o'chib qolsa-chi, tana nima qilayotganini umuman bilmaydi. Farqi yo'q. Va qarang Fotimaxon, mana shu Alloh buyuk zotda, mana butun nima deysiz, jigar go'shalaringiz, turmush o'rtog'ingiz, qaynanangiz, hamma yaqinlaringizni ham shu soniyada insoniyat bandasi unutib yuboradi. Faqat sidqi dildan Allohim bilan Allohimga murojaat qiladi. Allohimdan so'raydi. Xudodan qolgan baribir biz sababini qilar ekanmiz. Menga aytishadi-da, mana siz 2 qat bo'ldingiz, shuncha yil davomida qo'lingizga oldingiz, nima qildingiz? Men aytmayman, faqat sabablarni hammasini qildim. Qaysi biri ishladiki, Xudo menga farzand berdi. Men taslim bo'ldim. Bo'ldi. Boshqa hech narsa. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Lekin bitta joyi bor, mana befarzandlik ko'p-ku, nima demoqchiman? Doktorlar aytishadi. Senda mana bu infeksiya, o'shaning uchun anaqa. Men aytaman, hozir aytaman. Infeksiya bilan tug'ilgan bolalar qancha? Nima uchun nogiron bolalar tug'iladi? Chunki ularda infeksiya bor. Bu sabab emas deyman. Bu sabab emas befarzandligiga. Endi qarang, bu mavzu nasib qilsa boshqa yana bir dasturda. Bu chuqur mavzu. Chuqur gaplashamiz. Lekin yechim og'riqli mavzu, bilasizmi? Ko'p ayollarni, afsuski, ba'zi bir ayollarning qalbida mana shu holat o'tayotgan qahramonlarimiz bor. Endi buni biroz chetga surib, lekin boshda aytib ketaylik, taslim bo'linglar. Taslim bo'ladigan joyi bor Allohga. Fotimaxon, Allohjonim sizga 2 farzandni hadya qildilar. Abdurahmonim, Sadiyaxonim qizim bor. Ana ham o'g'il, ham qiz. Va biznesga qachon qo'l urdingiz? Bu biznes emas menda bu yo'nalish, bu soha mutaxassislik именно insonlar bilan. Oldin faqat ayollar bilan ishlaydigan mutaxassisman, psixoterapevtman derdim. Yo'q, men hozirgi kunda уже yarim yildan oshdi, erkaklar ham qo'shildi safimizga. Ruhiyatni davolovchi mutaxassisman. Og'riqlar bilan ishlaydigan mutaxassisman. Qalb bilan ishlaydigan mutaxassisman. Nimani bitirgansiz? PDSni bitirganman. Men birinchi yo'nalishim Politexnik universitetni bitirganman. 18 yoshda kirganman, el qatori 2003-yilda. Keyin aspiranturani o'qidim, magistratura, aspirantura o'qidim, doktoranturaga topshirganman. Boshqa yo'nalish? Umuman programmirование. Umuman birinchi soha men programmistman, iqtisodchi programmistman. O'ta doktoranturani zashita qiladigan darajagacha kelib qolganman. Zashitam tayyor edi. Parallelni men Ximpromda ishlaganman, Uskimyo sanoat aksionerlik kompaniyasida. Bu yoqda doktoranturada bo'lgan paytimda men ekonomistman, u yoqda, должностim ekonomist, iqtisodchiman. Menga nimadir yetishmayapti deb o'shanda men Xim texnologiya universitetiga kirganman, bakalavrga, ikkinchi mutaxassisga. U yerda 3 yil o'qidim. Yana mashtim to'lmaydi. Parallelni doktoranturaga boraman. U yerda zashita qilishim kerak. U yerda o'zimni qilib ko'raman, bu yerda sinab ko'raman. Nimadir o'xshamayapti. Zashita qila olmayapman. Doktoranturani zashita qila olmayman. Men bu narsani tushunmayman. Shuncha narsa bilan boraman, maqolalarim bilan ustoz aytganlarini qilaman. Bu nimadir ishlamaydi. Moskvalarda borib stajirovkalarga qilib kelganman. Ko'ngil xotirjamligi yo'q. Meni tortmayapti o'sha joyga. Ustozim ko'ngillari to'lmayapti, ochiq aytaman. Men akademik ustoz bilan ishlaganman. Politexnik universitetida Nodirbek Yusubekov bilan ishlaganman. Meni ustozimlar. Men ularni oldilarida ozgina uyalgan joylarim bo'lgan, uyalgan joylarim bor, lekin shu safar va'da berdim. Adam orqali adajon men zashita qilaman, doktorskiy zashita qilaman, faqat psixologiyada deyman. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin deyman. Keyin men o'zimni cho'ta ruhiyatimni qidirish uchun psixolog oldiga borganman. Menda nimadir ishlamayapti dedim. Psixolog oldiga borganimda men ularga shunday ko'rganman-da, men psixolog bo'laman deganman. Nima qilay deganman. Birinchi mana shu vaziyatdan, tushkunlikdan olib chiqib ketadigan ustozim shular bo'ladilar.
nima qilay, menga yo'l bering degan. Mana bo'ladi bunaqa chuqurlikda yotibsiz, kimdir kelib qoldi, shunda bir narsa tashlagan, cho'p. Nima qilay degan, shunda ishingdan bo'shab ket degan. Bu men uchun bilasizmi, ana juda katta narsa. Men yechim oldim deganman. Yechim, mana menga yechim o'sha joydan chiqish. Borganman, ariza yozib kelganman O'zkimyosonga. Hamma shokda. Zavod bilan ishlaganman. Dehqonobod kaliy o'g'itlar zavodida yaxshi должностda ishlaganman. Ular hayron, to'satdan ketib qolman. Bu yoqda doktoranturadagi ustozlarim hayron, ota-onam hayron, nima bo'lyapti qizimga? Shunda tayyor должность, tayyor pul, yaxshi ish, juda ham yaxshi o'tga orzu qilishadi. Nakoniet edi. Da, ko'rganlarni menga havas keladigan darajada edi. Erim hayron. Qaynatam hayron. Hammani bo'ladi, yengil edi, shok. Men ishdan bo'shab olganman. Men ishdan bo'shadim deganman. Menimcha o'sha paytda biroz sizga go'yo bir telbaga qaraganda, bo'lgan. Bilasizmi? Hamma, men aytaman, butun dunyo qarshi bo'lgan kun o'sha kun bo'ladi. Shunda odam qaraganlar, endi bu bilasizmi? Odamni bu holatda mani shu darajagacha olib chiqqan bar, meni odam bo'ladilar. Ishga gaplar, mehnat. Ha, o'qishda o'qitganlar, odam o'qitganlar, Ximtexda odam o'qitganlar, doktoranturagacha olib borgan odam, Moskvada o'qitgan odam, O'zkimyosonotda nima to'g'rilab bu shu darajaga olib kelgan, baribir odamning kuchlari bor o'tdi. Men tan olaman, motivatsiyalari bor. Davay deb qiz bolaga, farzandga ota mana shu narsani berdi-da. Bo'ldi, mendan ko'ngillar to'q edi aslida. Ammo oldimda bundan voz kechdim. Shunda o'sha kuni kelib aytganimda qaraganlarda men uchun eng og'ir kun o'sha bo'lgan. Men sendan rozi emasman deganlar. Endi meni ichim mana shunday yig'laydi, ustim yig'laydi. Shunda orqamda turibdilar. Endi qarolmayman, rozi emasman deb bo'ldilar. Endi o'shanda aytganman, "Adajon, hali sizni yuzingizni yorug' qilaman. Men qilaman, uddalayman" deganman. Qanaqa menga bu kuch bo'lgan, qayerdan menga bu kelgan, uni Xudo biladi. Shu darajada demak aytamanki, odam holatdan to'ysa, kimdir aytadi noshukursan. Men noshukursan degan joylarni ham eshitganman. Oyim ham aytganlar, noshukursan, senga o'tda katta oylik bor, katta pul, sen bemalol yetkazasan. Bu ichki holatingiz xotirjam bo'lmasa ekansiz, to'g'ri joyda bo'lmasa ekansiz, majburlikdan ishlayotgan ekansiz, ruh pitillar ekanda ichingiz. Bu narsa men so'z bilan tushuntirib bera olmayman, lekin holat shunaqa bo'lgan. Endi ichim yig'lagan, bu yerdan turmush o'rtog'im hamma shokda. Rozi emasman deganlar. Men seni qilayotgan ishlaringdan rozi emasman deganlar. Psixologiya, sen esing joyidami? Sen salkam doktor nauk bo'lishing kerak, doktoranturani zashta qilasan. Что это? Qo'ysangchi, men rozi emasman. Bo'ldi, o'sha kuni, o'sha lahza menda sinov boshlangan. Nol holat. Va bu voqeaga 4 yil avval 3,5 yil bo'ldi. 3,5 yil. 4 yil bo'ladi mana. Endi men u payt oliy bo'lgan. Bu sohadan qaytarish uchun meni turmush o'rtog'im hamma narsa qildilar. Mashinaga benzinga pul bermay qo'ydilar, mashinam bor edi. Obedga pul yo'q. Ya'ni siquvga olishdi. Shunda sohadan nima qilish? Yo'l kira yo'q. Benzinga pul yo'q, obedga pul yo'q, oylik yo'q. Serial, kino ko'rganda Вообще bor. Ana ssenariy dramaturgiya inobatga olinglar. Tayyor 4 oy. Meni olib chiqib ketgan o'sha joyda ustozim bo'lgan. Mana shu sohaga kirib kelishga sababchi bo'lgan ustozim bo'lgan. Ismlari? Almira Saidova. Almira Saidova uchun men minnatdorman bir umr. Da hamma yomon ko'radi, menga farqi yo'q deyman. Lekin o'sha joyda menga shunday cho'ppi bergan shular bor. Kelasan, men senga yo'l beraman deganlar. Kelganlar, endi nima qilaman deganlar. Оказывается, o'zlari aytadi, Fatima, qo'rqib ketganman deganlar. Tabiiy, siz ishdan bo'shab bo'layotgan vaziyat hammasini endi baribir xabardor bo'lib turgan odamda. Siz bo'shab keldingiz, men mana shunday qolganlar esimda bordi. Butun sizni hayotingizni men qo'limga oldim deganlar-da. Qolganini bilmayman nima qilaman deganlar. Ular uchun ham juda katta mas'uliyat yuklangan. Da, juda katta mas'uliyat. Endi nima qilaydiganman? Endi pul topib keling. Pul yo'q. Pulsiz qolganman. Hamma bitirib olganman. Endi menda oylik bor, Allohga shukr, pulim bor, stajim bor. Yugurib ketganman qatga, kredit olishga. 100 million kredit olganman bankdan. Qo'rqmasdan ikkita bankdan olganman kredit, ipotekadan, keyin Uzpromstroy bankdan kredit olganman 50 million. Bo'ldi, miyaga tikkanman. U yoqqa shogirdlik berganman. Endi nima qilaman deganman. Endi pedagogga boraman. Institutlar qidirishni boshlaganman, psixologiya yo'nalishi bo'yicha. Endi u strahni sizga tasavvur qilib beraman.
частный universitetga borganimda qabul qilishmagan. O'sha payt menda qanaqadir qabuliyat bo'lganmi, men tushunmayman. Bo'pti, demak, sen olmasang boshqasi oladi deganman. Bir kun kosmetologga borganman, yig'lab yotibman. O'sha begona yig'lab yotibman, instiga olmadi-ya, mana deganman, lekin o'sha nima qilasan, siz pedinstga boring deganlar. Pedinstga borasiz, mana shunaqa ustoz bor deb. O'sha yoqqa borasiz, topasiz, Umid opa deganlar. Allohim chevarda, yo'jada notanish bir kosmetolog. Bir marta borib, qaytib bormadim shu kosmetologga. Ishonasiz, menga musika bo'lib bergan. Yana ular aytganlarki, Umid opani topasiz deganlar. Obedda chiqqan bo'lsam, 3larda borganman. Pedinstni topib, men bilmayman pedinst nimaligini. Katta joy. Menga qo'yib borganman, pedinstga kirganman. Tasavvur qiling, zina, katta xo'l. Menga Umid opa kerak deyapman. U ayolni hozir borsangiz, duvoy payt topib bora olmaysiz. Turmanman deganlar, sizga nima kerak deganlar. O'shanga ro'para bo'lasiz. Xudo ro'para qilib qo'yganda. Men aytgan, mana shunaqa men instiga topshirishim kerak, men o'qishga keldim deganman. Tavba. Bugun oxirgi kun qabul nima qila olmaysiz deganlar, tugadi qabul degan. Ana o'sha kuni qabul tugagan kun ekan. Endi meni litso gapiradi-ku, ichimga yig'lab bundoq qilaman-da. Aytibdilar, ismingiz nima deyaptilar? Ko'ryaptilar, odamni insonni jajdashi gapiradi-ku, Fatima deganman. Keyin olib kirib ketdilar. Xonaga olib kirib ketdilar. Men bilmayman sizni men olyapman deganlar. Bilmayman, nimaga olyapsan? Chunki sizni ismingiz Fatima deyaptilar. Iye, deyman, navaram ot Fatima. Men uni rosa yaxshi ko'raman. Sizni olaman deganlar. Bitta shartim bor deganlar. Umid opa, nima qilaman? Bo'ldi, qilish kerak. 5 gacha dokument olib kelasiz deganlar. U yoqda bakalavr, magistratura diplomlar, 2 talab bakalavr, hamma narsani qilib kelasiz. Вот это tezlikka tasavvur qilib bera olmayman. Tasavvur qilmayman. 1200 volt Fatima hammasini uddaladi. Voy, shunaqa tezlik bilan olib kelganman, mana deganman. O'shanda aytganlarki menga shu darajada xohlayapsiz dedim. Qanaqa qilib men sizni olmayman deganlar-da. Oktябrdami? O'zi o'qish sentyabrda boshlanadi. Bo'ldi. Всё, kiring, kontrakt to'lang degan. Qo'limda pul bor. Kontrakt 7 million. Erim pul bermaydi. Necha yil o'qish? Mana yaqinda tugatdik. Men o'sha qilib institutga kirib ketganman. Tarix qiziqarli Voy, mana odam xohlasa, Xudo shunaqa qilib berar ekan. Ishlarni o'zlari ochib berar ekan. Bizda odamlarda xohish yo'q. Shunchalik xohlaganman, bo'ldi, Alloh bilanman. O'sha Umid opa meni olganlar. O'sha salonchi orqali, kosmetolog orqali. Men xohlab o'sha paytda yig'lab olmayapti deb qolishim mumkin. Borganman ustozga. Men sizga topshirdim deganman. Qo'yil qoldim deganlar. Institutni ham bitirishga ulgurdim. Orada boshqa mana shu soha bo'yicha qayerda o'qish kerak bo'lsa, o'shalarda o'qidim. Va hozirgi hali ham o'qiyman. Nimalar bilan hozirgi kunda hozirgi paytda psixoterapevt bo'lib ishlayman ofitsialni. Трудовойda ishlayman. Mana bir xil aytadi-yu, onlayn ishlamayman. Ofitsialniy ofisim bor, ofitsialniy трудовойda ishlayman va hozirgi kungacha o'qiyman. Hozir Moskvada o'qiyman, aynan psixosomatika yo'nalishi bo'yicha kasalliklar bilan va Qozog'istonda ustozlarim Qozog'istonda, stajirovkam Qozog'istonda, nastavnichество Qozog'istonda va aprel oyining o'rtalarida Sankt-Peterburg diplomini olaman, aynan psixosomatika yo'nalishi bo'yicha. Pedinstda oila psixologiyasi bo'yicha o'qiganman va nima uchun hozirgi kunda psixosomatikaga o'tib ketganim sababi bor. Sohaga kirishimdan oldin bolalarim, men bu narsani juda ko'p aytganman, hozir ham sizga aytdim. O'g'limda 5 yoshgacha kuchli astma bo'lgan. Uyga hattoki yengil narsa olib kira olmasdik, kitob olib kira olmasdik. Uni hidiga o'g'lim bo'g'ilardi. Tug'ilganmi yoki tug'ilgan? Shunaqa tug'ilgan. Mebel olib kirish haqida gapirmasa ham bo'lardi. Og'ir stadiya. Eng og'ir vaziyatda eslay olaman. Yangi uyga ko'chganimizda biz qo'rqib turardik. Hidi bor. Yangi uy hidini biz his qilardik. Endi qo'rqib olib kirganmiz. Olib kirsak, o'sha kuni skori kelgan, bolamda zadihaniya boshlangan, уже xir-xir, mana astag'firulloh, odam o'lishdan oldin xir-xirlab qoladi, xuddi shunaqa holat. Skori, deksametazol, deksamas biz eng nimasi o'tirardi, gidrokortizonlarda udarni doza, apparat, olib chiqib ketinglar bolani degan. Chunki bolam уже ko'kargan, havo yetishmagan. Bolani olib chiqib ketganmiz, gormonlarni urganmiz. Bu narsani sizga tasvirlab bera olmayman. Bolam astmatik.
bronxiologический astma, постоянно chet elda, dengizda va har doim allergiya qo'ziydigan paytda Oqtosh sanatoriy bizani ikkinchi propiskamiz bo'lgan. Buni ustiga yetmagandek qizimda problema, mukovitsidoz diagnozi bo'lgan. Bolam o'smasdi. Qizimda mukovitsidoz diagnozi. Mukovitsidoz diagnozi bola o'smaydi, yeydi, kishechnik ovqat hazm qilmaydi. Olib bormagan professor qolmadi. Manaman degan professor diagnoz bor, lecheniya yo'q, sababini topa olmaymiz. Aynan mana shu sohaga kirib kelganimdan keyin avtomatik hamma narsa yechildi. Qanaqa qilib yechildi? Buni tagida bu mana psixosomatikada shunaqa narsa borda, sizning ruhiyatingiz vaqtida davolamasangiz, vaqtida doktor parallel doktor qilinadi, vaqtida ruhiyatingizni ichki olamingizni eshitib uni hal qilmas ekansiz, tana buni beradi. Men kuchli ayolman. Men zo'rman, meni ko'rganlar havas kelardi. Masalan, kuchlisan, o'zingga ishongan, juda o'ziga ishongan ayol edim. Lekin bu narsani bola bizani aurada bo'ladi, onaning aurasida. Bola ko'rsatib beradi. Bolaga farqi yo'q. Tanasi orqali ko'rsatib berardi. Men mana shu ishimda ishlab yurgan paytimda bo'g'ilardim. Men oyimga постоянно aytardim, "Ayajon, men bu anaqadan ketishim kerak" derdim. Ayam bo'ldi, adin aytdilar-ku, adin aytganlarini qil, adin aytganlarini qildilardilar. Sohadan ketgim kelardi. Mana shu institutdan. Chunki bu soha sizniki emas edi. Men esimda bor, bugun esladim shu kunni. Moskvaga borganman. Moskvada stajirovkadaman, bir o'zim grant yutib olganman Politexnik universitetdan. Bir o'zim shuncha aspirantlarning ichida grant yutib olganman. Yig'lab borib, yig'lab kelganman. Kelib ustozlarimga aytaman, professorlarga yig'lab aytsam, "Fatima, Moskva sizam не верит, o'shaning uchun" dedigan. Buni tagida nima borligichunmi? Laboratoriyada Ximpromda o'tiribman. Svet yauza degan pribor qilyapman. Hozir siz biroz hammasi qiziqarli menga bo'lyapti, lekin farzandlaringizga ta'lim. Hozir men shuni aytib beraman, deb mana farzand aytadi, "Bo'g'ilib o'tiribman" demoqchiman. Hamma joyda bo'g'ilib yashaganman. O'qishda ham bo'g'ilyapman. Moskvaga odamlar orzu qiladi borishga. Bo'g'ilyapmanmi? Постоянно напряженно ishlaganman. Va u sizga внутренний отрубныйga ta'sir qilgan bo'ladi. Yo'q, внутри o'tiribga полный ta'sir qilgan, holatim bo'g'ilish holati. Men постоянно bo'g'ilib yashaganman. Именно mana shu ishimdagi faoliyat parallelni o'qiyapman-ku men. Ham parallelni o'qirdim aspiranturada, doktoranturada, ham parallelni ishlardim men. O'sha narsa meni ruhiyatim bo'g'ilgan. Bu narsa men постоянно ayajon bo'lmayapti menga, bo'lmayapti derdim. O'zimni tanamda ko'rsatib bergan narsa постоянно angina bo'lardi. Anginam yiringlaydi. Постоянно kasal edim men. Antibiotik hamma ichsa, antibiotik hamma bo'tga olsa, men tomog'im ichida antibiotik olardim. Tomog'im tashqarida antibiotik olardim. Chunki yiring. Bu narsani tana ko'rsatib beradi. Ruhiyat aytgan, tana bu joy saniki emas degani. Sen tanani sudrab yuribsan degani. Постоянно men kasal bo'lardim. Bu narsani bolalarim ko'rsatib bergan bo'ldi. Sohani o'zgartirdim. Bolamda резкий rost paydo bo'ldi. O'g'limda anaqa tugadi, отдышка tugadi. Avtomatik tugadi. Yo'q, to'xtang. Tugadi deyishingiz allergiya to'xtadi. Xo'p, allergiya to'xtadi. Ayollar biznes qilyapti. Ayollar biznes qilayotganda o'zini biznesi bo'lsa, Ranopa yurib ketadi. Mana men o'zimni sohamni topdimmi, yurib ketdim. Nima uchun ayollar umuman insonlar biznesda yurmaydi? Demak, unga tegishli emas. Mana shu, unga tegishli emas. Yurmayaptimi? Demak, nimadir ichida bo'lyapti. Fotimaxon, o'zi bilasizmi, mana afsuski, mana shunaqa vaziyatda ko'proq ota-onani ham xatosi bo'ladi-da. Masalan, kimdir farzandi rassom bo'lmoqchi bo'ladi. Nima qilasan? Butun hayoting o'sha kraskalar bilan, kistichka bilan o'tib ketadimi deydi. Yoki kimdir masalan xonanda bo'lgisi keladi, qo'shiqchi. Voy, artist bo'lasanmi? Qo'y, nima ko'p qo'shiqchilik ko'p deydi. Kerak emas deydi. Lekin u bolada tug'ma bor, xohishi bor. Uni oladi-da, politexnicheskiyga tiqib qo'yadi. Xuddi shunaqa bo'lgan. Sizda ham shunaqa, xuddi shunaqa bo'lgan. Hayotingizda mana shunaqa katta sinish ayollar bo'lgan ekan. Lekin menga bilasizmi, shu gapingiz juda ta'sir qildi. Hozir bizani minglab homilador kelinlarimiz, qiz farzandlarimiz kuzatyapti. Va shu holati, ya'ni qisman sizni boshingizdan o'tkazgan holatlarni kuzatuvchilarimiz balki shu soniyada o'tkazayotgandir. Va sizni gaplaringiz alhamdulillah 3 farzandning onasiman.
nimaga deyishadi homiladorlik paytida asabiylashish, siqilish, depressiya va hokazolardan mumkin qadar himoyada bo'lish kerak. Voy, hurmatli qaynanalar, hozir biroz sabrliroq bo'linglar. Ertaga mana shu bo'lajak nevaralaring sog'lom tug'ilishligi uchun ozgina sharoit beraylik. Yo'q deymiz deb biz faqatgina pedalirimiz qilamiz. Va hokazo negativ urush, janjal va albatta bo'lajak bizni tug'iladigan farzandlarimiz ana ketdi. Mana sizni boshingizdan shu vaziyatlar o'tgan ekan, ya'ni negativ. Siz bu narsani qabul qilmagansiz, o'zingizniki emas. Bu narsa negativ qozonida Fotima qaynaganligi uchungina toki mana shu muammolar sizda har bir odamni o'zini bilasizmi? Slabое место deyishadi rus tilida. Nozik nuqtasi bo'ladi. Masalan, shu qahramonimizda nozik nuqta sizni mana shu bo'g'ilib nechadir yillar o'qiganim. Bu joyda yana bitta nima qilib ketaman, mana siz aytasiz, ota-onalar o'zini xohishiga qarab bolaga zapret qo'yadi. Mana misol uchun san'atkor bo'lmoqchi, rassom bo'lmoqchi, ota-onasi ruxsat bermaydi. Men yoshligimda sahnaga chiqishni orzu qilganman. Sahnaga chiqib gapirishni orzu qilganman. Bizda u paytda men hozir sizga aytaman 30 yil oldin. Bizda artist bo'lsa yomon, raqqosa yomon, men raqqosa bo'lishni xohlaganman. Ani o'yinchi-yu degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin bizani uyda muhitda bo'lmagan u narsa, atrofda bo'lgan. Biz shuni eshitib katta bo'lganmiz. Men esimda bor, podvalga tushib, kecha bittasiga aytib berayotgandim, qorong'ida любой narsa men uchun mikrofon edi. Tog'ora, taqir-tuqir narsa qo'yib olardim-da, o'shalarga nimadirlar gapirardim. O'zimcha, lampadagi o'ynardim qorong'ida. Chunki bizga ruxsat yo'q edi. Radioni bekitib eshitardim. Mana bunaqa kolonkam bo'lardi. Telefon, mana bunaqa telefon bo'lardi. Radioga telefon qilish meni orzuyim bo'lgan. Kolonkani mana bunaqa qo'yardim, mana bunaqa, telefon qilardim. Bir marta ham radioga tusha olmaganman. Men uchun bu armon bo'lgan. Bizga lekin uyda zapret bo'lgan. Bu zapretni qarang. Bu yerdan zapret bo'lganda. Ziyoli oiladan. Da, ziyoli. Dodam buvim professorlar. Ota-onam ham professor, hammasi ziyoli. Именно mana shunga zapret bo'lgan. Lekin nojoyini eshiting. 7 yillik pianino chalganman. 7 yil fortepianoga qatnashganman. Violonchel chalganman. Xorga borganman. Solfejolardan bilimim bor. Borgan ekansiz-ku. Bu yoqqa olib borilgan. Musiqa maktabiga 29-maktabda o'qiganman. Lekin sizga ko'proq Baron Suxandonlik, deylik boshlovchilik taraf o'sha ruxsat berilmagandi. Men esimda bor, u tapichka ham men uchun mikrofon, ruchka ham men uchun mikrofon edi. Zapret. Hayot taqozosi bilan mana hozir mikrofonni oldida ani to'xtamasdan gapiryaptilar. Mana shu yoshlikdagi xohishlarimiz, men hozir bilasizmi nima qilaman? Psixologiya tilida buni gestalt yopmayman. Men gestalt yopmayman. Yoshligimdagi orzularimni, ehtiyojlarimni qondiryapman. Bu bizning tilda gestalt yopilyapti. Mana keyin ulg'ayganmiz, maktabda men maktabda ham o'qimaganman, 2 yil o'qiganman, oddiy maktabda. Srazu odamning xohishlari bilan gimnaziyaga kirdim. Milliy universitet Qoshdagi gimnaziyaga kirdim, Politexnik universitet Qoshdagi litseyda o'qidim. Menda tushunchamda bizani endi biz u paytda bilasiz, ota nima desa shu, ada nima desa shu. Bizda boshqa vibr yo'q, xayolimda ham yo'q. Politexga kirasan degan, "Ну хорошо, politex bo'lsa хорошо." Bo'ldi, ketdi politexga o'qib ketganman. Tak nadi deb o'ylaganman. Lekin ayamga aytardim. Ayajon yoqmayapti, ayajon yoqmayapti. Qizil diplomlarga o'qiganman. 5 olish oldim o'sha 5imni. Ko'nglim xotirjam emasda. Nima yo'q. Oyoq kiyim kiyasiz, adez olib beradi-yu oyingiz bilan. Kiyasan. Sizda boshqa varianti yo'q. Siqyaptimi, uryaptimi? Kiyishing shart. Majbursan. Xuddi shunaqa bo'lganda, endi siz tasavvur qiling, men bu oyoq kiyimni 18 yoshimdan 35 yoshlargacha kiydim-da. Oxir ancha kiydim. Mazolmas, bir yiringlab uzilib go'sht chiqib ketdi. Xolaguncha kiyibsiz. Keyingi oyoq kiyim topmagunimcha. Keyin oyoq kiyim topdim-ku. Keyingi oyoq kiyim topgandan keyin juda yaxshi taqqoslash. Keyingi oyoq kiyim topgandan keyin nimaga men yechmayman? Menga o'sha farqi yo'q.
kim nima desa shu. Lekin hozir yil o'tdi, mana 4-yil ketyapti. Adam bilan faxrlanadilar. Chet elga boradilar, psixologiya kitob olib keladilar. Kechagina aytdim, "Adajon, men PhD zashta qilishim kerak. Qaysi universitetga kiray?" dedim. Hozir yo Milliy universitet tanlayapman, yo pedinstitut tanlayapman. PhD zashta qilishim kerak aynan bu sohada. Adam aytdi, "O'sha sen o'zing bilasan" dedilar. Endi yil o'tdi, pulim bor, turmush o'rtog'im aytadi, "Men sen tomondaman." Kreditlaringizni nima qildingiz? Erim talab etdilar. Ha. Yosh baraga topsinlar ismlari. Ravshan. Ravshanbek. Umringiz uzoq bo'lsin. G'oyibidan Allohim siylasinlar. Mana shu 4 oy sinovi, mana shu sinov bo'ldi. 4 oy men amallab berdim. Hammani hayotida sinov bo'ladi. Mana shu sinov har qanaqa holatda bu sinov bizga kerak. Adamga yig'lardim, "Adajon" derdim. 50 ming so'm men uchun o'sha paytda katta pul. Tasavvur, eringiz sizga pul bermaydi, abetingiz yo'q. Almira Saidovaning yonlarida yurardim. Ovqat bersalar yerdim. O'zlari ham aytaman, bermasalar ketardim. Uyimga bir amallab benzinda yetib olar, u payt benzinda yurardim. "Adajon, 100 ming bering" derdim. Yig'lab olardim. İchimda aytardim, "Bir kun beraman shu pullaringizni" derdim. Lekin norozi bo'lardim. "Men senga aytdim, o'sha ishingdan bo'shamagin. Mana ko'ribsan, 100 mingga zor bo'lib yuribsan" derdim. Ayam aytardilar, "Fotima, hali ham bo'lsa bor" derdilar-da. O'sha ishingga уже oradan 2 yil o'tdi, men уже sohada qancha уже klientlar qabul qilyapman. Lekin daromadga kirmaganman. Nima uchun? Topgan pulimni 99.9% bilimga tikkanman. Topgan pulimga o'qirdim, topgan pulimga o'qirdim. Erim pul bermayapti-ku menga. Keyin masalan, hali ham bo'lsa bor, ishxonadan chiqishdi menga. "Fotima, joy bor, hali ham bo'lsa kelgin" deydi. Men, "Yo'q, menda qat'iyat kuchli, meni xohishlarim bor, menga farqi yo'q, men uddalayman" deganman. Mana hozir topaman pul. Yaxshi topaman pul. Hali ham o'qiyman, mana shu o'qishlarimning mevasi. Endi tushunamanki, ota-onam meni qaysidir ma'noda asrashgan. Mana shu qiyinchilikdan ota-ona yomonlik ko'rmas ekan bizga, qiynalyapti-ku debdi. Endi hozir adam bilan ish pul topayotganimni erim bilmaydi. Bilmaydilar? Ravshanbek shu dasturni ko'rganingizdan keyin, "Xo'sh, xotin, Chunki hamma bilarkan, onang bilarkan, adang bilarkan, men bilmas ekanman." Bilasizmi, bu narsani bilishlari aslida men tushunib qoldimki, nima uchun ota-onam bilishlari, bilayotganliklarini xotirjam bo'lishliklari uchun. Albatta. Juda xotirjamlar. Chunki pul berib turaman. Pul berganimda, "Ayajon, esizdami, 100 ming olganman, 200 ming olganman" debdi. Ha, dedi. Endi mana ko'ngligi to'q. Ular ko'ngligi to'qligini ko'rib, meni ko'nglim to'q. Bilasizmi, shunaqa paytlar bo'lgan, mana endi sohaga kirgan, pulsiz qolganlar bo'ladi. Erim meni shu darajada qilganlarki, 2000 so'mim bor, tasavvur qiling, mashinangiz bor-da, avtobusda yuribsiz. Endi men 18 yoshimdan rulda yurgan qizman. Otam meni moshina bilan uzatgan, yaxshi oiladan turmushga chiqqanman. Yo'l kira necha pulligini bilmayman. Yo'l kiraga bir amallab 2000 ligini bildim. Sohada o'qiyapman. Pulim bor, lekin men uni o'qishga to'layman pulim. Hamma hayron bo'lishi mumkin, pulim bor ekan deb o'qishga to'lardim. 200 mingdan boshlaganman-da konsultatsiyani. 200 mingni guliga qo'yib o'qirdim. O'sha o'qishlarga to'laganman-da. Avtobusga chiqib qolganman, qo'limda burab, mana 2000 qolganman. Tasavvur qiling. 2000 ligini bilaman. Shu darajada avtobusda yurmaganman, avtobusga pul berish esimdan chiqib qolgan. Endi konduktor baqiryapti-da ketimdan. "Pulini to'laymizmi, yosh qiz? Unga ketish qilamiz." Endi bu qish fasli tasavvur qilib bera olmaysiz-da. Yig'lab keldim. Allohdan faqat so'radim. "Allohim, yo'l ber. Yo'l ber, yo'l ber." Men to'g'ri yo'ldaligimni bilardim, chunki men o'qishga pul to'lardim. Bolalarim chasnada o'qiydi, e'tibor bering. Chasnasi necha bo'ladi-ya? Kamida 4 million keziydi. Ha. Yaxshi o'qirdi. Pulim yo'q. Maktab anaqaga magazinga kirsa anaqa qilardi. Bolalarim narsa olib bering derdi-da. Pulim yo'q. Erim meni sinovadi. Sinovdaman-da. Bolalarimga chupa-chupsam bir bola luboy narsaga yopishadi. Chipsga yopishadi. Olib bera olmayman-da, chunki men bu yoqda sinovda turibman. Hamma aytishi mumkin, "Voy, ering unaqa ekan." Da, menda o'sha payt sinov bo'lgan shunaqa. Hozir aytaman, men o'sha payt qanaqa sinovda desanglar, shu sohada qaytadimi, qaytmaydimi? Men qaytmagan. Men yorib chiqqanman o'sha joyimda. Men bilan birga bo'lgan institutda 30 ta qiz bo'lgan.
30 tadan biz 2 tamiz yorib chiqdik. Chunki hamma psixologlar ko'p. Bu sohada o'qiydiganlar juda ko'p, lekin olib ketadiganlar kam. Bu yoqda shogirdman, juda ko'p joyda. U yoqdan bitta o'zim yorib chiqdim, 7 ta bo'lganmiz. Chunki u yerda mana shu pulsizlik qolishdan, "Yo'q, men ketdim, pulsiz qolman, bolalarim bor" deb ketib o'rganlar qancha. To'g'ri qiynaldim deyman. Zato keyin birinchi katta kursim institut har yili kontrakt pulimni ham o'zim to'laganman. Shogirdligim katta pul. U yoqni yop bo'lganman, pulim qolmagan. 200 mingdan pul yig'ib, birinchi pul to'laganim imini aytasiz, suxandonlik bo'yicha Najot Nur ustozda o'qiganman. 14,5 million, 200 ming men uchun katta pul bo'lganda, 14,5 million men uchun pul. Ustozni oldilariga borganman. Qaysi do'q bor ekan menda? Shaxsan o'zlariga borganman, ustoz deganman. Necha puldir to'laganman? 1 millionmi? 800 ming to'laganman. Первоначальный взнос. 1,5 oy o'qish. Ustoz masga va'da beraman. 1,5 oy ichida 14,5 million pul to'layman deb. Endi tasavvur, kecha birgacha konsultatsiya olardim. 200 mingdan birgacha gulini qo'yib ustozga olib borib berardim. Oxirgi payt obed yo'q. Qanaqa obed? Ertalabda kechgacha nima? Menda obed yo'q. Kofe breakda o'tirardim. Men bu 3 yillik gap aytyapman. Keyin 50 ming qarzim qolib ketgan. Voy, meni xijolatimni ko'ring. Yetkiza olmay qolganman, keyin to'lab yuborganman deb. Voy, yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'lgan. Keyin meni podkastga chaqirganlar, ustoz, daromadlaringizdan bo'lishini bo'ldi, meni patokim ochilib ketgan. Kurslar yozishni boshlaganman, klientlar bo'ldi, u yog'iman pul patokim ochilgan. Qayta kurslar ketdi, hamma ustozlarda o'qib tashlagan. Birinchi katta kursim Najot Nur ustozim bo'lgan, eng katta pul to'laganim. Mashallah. Mana shu yo'llardan o'tganman. Mana shu yo'llardan o'tish hammada bor. Любой tadbirkor shu yo'ldan o'tadi. Kelishadi tadbirkorlar, nolga tushib qoldim, aytaman, kerak senga shu holat. Kerak bu senga vaziyat. Hammaga kerak, lekin o'sha joyda yashab berdingmi? O'sha joyni chidab ber. Ko'p insonlar o'sha joyni yashab bermaydi. O'sha joyni chidab bermaydi. O'sha joyda qaytadi. O'sha joyda taslim bo'ladi. Yo'q, meniki emas ekan deydi. Qat'iyat juda muhim. Men o'sha joy hozir aytaman, o'sha joyga qasam tavba qildim. O'zimdan qo'rqib ketaman-da. Mana shu narsa bizga yetishmaydi, insonlarga, erkagu ayolga yetishmaydi, jasorat yetishmaydi. Ayniqsa bilasizmi? Yoshlarga mana shu hozir aytib bergan narsangiz, gapirganimda ijodkorman, bir kino ko'rgandek bo'ldim. Qalbdan ozgina ezildim, siqildim. Ozgina og'rig'im paydo bo'ldi. Men bu yurak qafasi oldida, ya'ni o'sha boshingizdan o'tkazgan hozir gulini guliga qo'yib, kechasi bilan ovqat yemay, shu nimaki bo'lsa ham shu mablag'ni yig'ib, shu ustozimga lavzda turganman, qaytarib berishim kerak, o'qishi o'sha 1,5 million deysizmi? O'sha mablag'i. Voy jonim, shuncha boshingizdan o'tkazibsiz. Bundoq qaraganda tinchgina Fotimaxon zo'r joyda ishlayotgan edi. O'tiravermaysanmi deydi. Ading xursand, oying xursand, ering xursand, hamma yo chiki zo'r. Yo'q, mana shu qalb ichida aytganingizdek qalbingiz titragan. O'sha bo'g'ilgan, o'sha titrov orqali bo'g'ilgan holatda o'zingizni topa olmagansiz. Ana qush bilasizmi? Qafasda pitirlaydi, ichida u yoqqa uriladi, xuddi shunaqa yashaganman. Chiqisi keladi, lekin bundoq qilib qaragan o'sha qafasda suvi ham bor, doni ham bor. Xuddi shunaqa. Bir issiqqina sharoiti, balki o'sha bog'i ichidagi qafasda hamma narsa bor edi. Lekin o'sha sizga yetmayotgan narsani topgan qahramonimiz bilan bugun suhbat qilamiz. Ana qancha motivatsiya va hozirgi aytgan gaplaringiz meni juda ham ta'sir qildi gaplaringiz, ya'ni orqa chekinish yo'q orqaga. Biz mana deylik ro'para bo'lamiz qiyinchilik bilan. O'zimizda kuch topolmaymiz-da, iroda topolmaymiz. Iroda. Taskin bo'lib, yo'q bu meni qo'limdan kelmaydi deb, afsuski og'ir ahvoldagi yo'q emas. Teshik quloqqa yetib borgan, qancha og'ir vaziyatdan chiqa olmagan ayollarimiz afsuski o'zini joniga qasd qilgan odamlar ham yo'q emas. Bilasizmi, shu yerda meni nima qutqargan? Kim qutqargan? Mana shunaqa og'ir paytda, joniga qasd qilayotgan paytda suitsid holatlari juda ko'p. Afsuski, odamni qutqaradigan ustoz. Men ustoz topganman.
shu vaziyatga tushgan, mana shu jarlikka chetiga borib qolgan ustoz topsin, ustoz qidirsin, Alloh bilan bog'lanib. Najot Nur ustozi bitta gaplari bor, juda ta'sir qilgan. Fotima degani, biz juda ko'p oldilari kiraverardim, ustoz menga nimadir yetishmayapti debdi. Yana shu holatda, balki shu holatdagi qahramon o'sha odamzod, ayol, kelin ustozni qattan qidirib olishi mumkin. Bitta savol berganman. Ustoz aytganlar, Fotima deganlar, hayotda ustoz toping deganlar. Hayotiy ustoz juda muhim. Qanaqa bo'ladi deganman. Nima degani u deganman. Ular mana sohada ustoz topdim. Ustozlarim ko'p. Mana ko'pchilikda mana o'zi ustoz yo'q ko'pchilikda. Soha bo'yicha ustoz bo'lish muhim, bo'lmasa soha bo'yicha ustoz bo'lmasa, shu turgan joyda tiqilib qolaveradi. O'zidan kattaroq yuqori darajadagi ustoz bo'lish kerak u sohada. Endi hayotiy ustoz qanaqa? Bizda hayotiy ustoz o'zi aslida bor. Bu bizning ota-onamiz, otamiz va onamiz hayotiy ustoz. Undan tashqari bizning erimiz. Endi ota-onamiz bilan konflikt bor, muammo bor, biz ularni yomon ko'rishadi. Suitsid holatiga keldimi? Bu haqda gapirmoqchi emas edim. Demak, u yoq tarafdan qo'llab-quvvatlanish yo'q. Ular Allohdan so'rasin, menga hayotiy ustoz beringlar deb. Hayotiy ustoz hozirgi kunda aytaman, psixologlar nima vazifani bajaradi agar u to'g'ri tanlangan bo'lsa? Biz psixoterapevtlar nima vazifani bajaramiz? Biz hayotiy ustoz vazifasini bajaramiz. O'sha joydan olib chiqib ketamiz. Shu joyda bitta to'xtalib o'tsak. Hozirgi kunda alhamdulillah psixologlar kam emas, ko'p. Uning ichida yaxshilari ham bor va deylik faqat pul uchun shu kasbni tanlagan shaxslar ham bor. Va ularni talab qiladigan, deylik murojaat qiladigan o'sha mijozlardan yaxshigina katta gonorar, ya'ni mablag'i, ya'ni taksasi. Tushuntira olmadim. Mana men eshitganman, voy palonchi Gonorar psixolog deganingizni tushunmadim. 1 soatlik deylik undan suhbat o'tkazish palon dollar deyishadi. Bu hozir trenddagi gaplar, bilasizmi? Bilaman. Bu narsaga siz qanaqa qaraysiz? Mana masalan hozirgi shunchalik tushkunlikka tushgan oiladagi deylik qiz farzandmi yoki kelinmi, u bechora puli qayerdan topadi u psixologga o'sha ustozni topish uchun. Endi ustoz ham balki tekinga dars bermasa kerakdir. Zo'r, вообще savol zo'r. Gonorar. Gonorar biz uni chek deymiz. Chek 1 soatlik. Men aytaman, men bilmasdim chek. Chekda mana cheki 1 soatlik cheking necha pul. Misol uchun men ularni muhokama qilish niyatim yo'q, balki nimadir sababi bor. Ular bekorga shu narx qo'ymagan. Men o'zim aytaman, 1 soat bilan ish bitgan deydi. Butun hayoti 1 soat bilan bitmaydi. 10 million, nechidir ming dollar deyshadi. Soatim o'sha joyda bittada muammoni hal qilaman. Men aytaman, iloji yo'q. Xohlasang ham iloji yo'q. Sani oldingga, sizni oldingizga o'shalarga aytaman, primoy aytaman. Kelyapti, men tajribada mana 3 yildan beri tajribada bo'layotgan bo'lsam, tillalarni sotib borishadi ayollar. Eng qizig'i eridan, qaynonasidan bekitib. Sotib borishadi deb 1 soatga amallab endi muammoyimni hal qilaman deganda, sen ma'mini olishing kerak dedi. O'sha ular og'riqqa tushib bo'lgan. Endi ular nima qiladi? Mana shu joyda chekka o'ylab qilish kerak. O'ylab qo'yish kerak. To'g'ri. Biz mana institutda yuramiz, ustozlar bilan yuramiz. Ustozlarning konsultatsiyasi o'sha paytda gap aytaman, 90 ming duvdilar. Konsultatsiyam 90 ming duvdilar. 3 yil oldin Feruza Alimova ustozim. Bu yoqdagi konsultatsiyalar bizda menda hali yo'q. 1 yil men konsultatsiya tekinga o'tganman. Hayolimga kelmagan pul olish kerakligini. Ustozlar faqat tajriba bo'lish uchun tekinga o'tgan deyishgan. Bu yoqdagi ustozlarda biz eshitardik, biz ham cheklarni 10 million, nechidir ming dollar, nechidir ming dollar. Ustoz 1 soat haqida gapiraman. 1800 dollar, 3000 dollarlik bor 1 soati. 5000 dollarlik, men otini aytmayman, bor. Ustoz anularda shunaqa ekansam, professor ustozlarimiz instiga aytar. Voy tavba, samatsenkamiz tushib ketyapti bizlar endi yerdilar-da. 90 ming so'm haqida gapiryapman. Bizani samatsenkamiz tushirib yuborasizlar. Bizga ustoz aytgan. Shunaqa narx qo'yinglarki, albatta narx qo'yiladi. Albatta, meni ham narxlarim bor. Lekin deganlar, oxirgi pulni silib olmanglar.
har bir mumkin narsani emas. Bizda mana qonun qoidalar o'rgatilgan ustozlarda. Men ko'chada nimalarda o'qimaganman. Men konkretni professorlarda o'qiganman. Bizga talab qo'yishgan. Fotimaxon derlar, biz birga bir ham ishlaymiz. Fotimaxon klientlardan pul olish kerak. Bu bizning ilmimiz, bizning nimamiz, kasbimiz. Biz ham как vrachlarga o'xshab ishlaymiz. Pul qo'yiladi. Lekin sizlardan iltimos deganlar Feruza Alimovaning gaplari. Ustozimni oxirgi pulni klientnikini olmanglar. Mumkin emas. Qonun qoidamizga to'g'ri kelmaydi deb. Menda bor, menda bepul konsultatsiyalar bor, bepul diagnostikalar bor. Juma kuni bepul qabul qilaman. Terapiyalarim pulli. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, klientlarning puli yo'q. Imkon beraman. Qabul qilaveraman, chunki men og'riqqa tushib bo'lganman. Bo'lib to'lash imkoniyatlari bor. Berasan o'sha pulni deyman. Endi meni shaxsan o'zimning fikrim, avvalambor yaxshi aytdingiz, mana juma kunlari ehson qiladigan kunlaringiz bor. Juma kunlari bepul konsultatsiya. Endi o'zi sizlarga murojaat qiladigan oilalarni o'zi uyda muammo bo'lib, moddiy tarafdan ham tabiiy hol ko'pchilikda qiyinchiliklar bo'lib, mana hozir o'zingiz gapirib o'tyapsiz, kelinlar bekitib, tilla asbobini sotib, bitta konsultatsiyaga, atigini birinchi konsultatsiyaga sarf qiladi. U hali qancha etaplari bor, qancha etaplari bor. Balki iltimos, hurmatli psixologlar, men ham aktrisaman, men ham o'zimni gonorarimni qo'yaman, lekin alhamdulillah meni bilganlar insof bilan qo'yaman. Me'yor darajasida qo'yaman. Insof bilan va joyiga qarab. Ya'ni balki ana deyshadi, ayniqsa shifokorga, psixologga o'zi ezilgan, o'zini deylik o'sha dardi bilan sizlarga murojaat qiladi. Biz san'atkorlarga ko'pincha xursandchilik, to'ylarga, tadbirlarga taklif qilishadi. Umuman olganda sizlarga murojaat qiladiganlar boshiga tashvish, sinovli, o'sha vaziyatdan chiqishi yo'lini topa olmaganlar sizlarga murojaat qiladi. balki o'sha odamlar deydi-yu, balki kimdir sidqi dildan, masalan, men keldim, sizga 10 so'm berdim. Qo'limda shu keladi sidqi dildan. Balki keldi ketidan Nodirbek sizga 200 ming berishi mumkin sidqi dildan. Kimdir keladi-da, oligarx sizga 10 ming beradi sidqi dildan. Balki sizlarga ham shunaqa qilish kerakki, mana kelgan mijozingizni bilasiz holatini, u bilan suhbat qilasiz. Bittada bilib olasiz uni sharoitini. Shuning uchun balki insof bilan aytish kerakdir. Mana hozir aytasiz, bexabar ekanman. 1 soatda 5 mingligi ham bor ekan. 3 mingligi ham bor ekan. Uni so'mda aylantirganda 36 million bo'lyapti 3 mingligi taxminan. Endi bu yerda bilasizmi qanaqa bo'ladi? O'sha urvindagi insonlar boradi-da ularga. Men bu yerda bilasizmi, nima murojaat qilmoqchiman va sizga aytmoqchiman, tushunarli bo'lish uchun. Psixologiya kasbi bu maynavatchilik kasbi emas-da. Mana shu gonorarni qanaqa olayotganini, nima maqsadda mana shu kasbga kirganini mutaxassis bilishi juda muhim. Nima maqsadda kirding? Men bitta ekspertni bilaman. Biz birga kirganmiz shogirdlikka. Men kurslar sotsam, menga anaqa rashvot qilib beryaptilar-da. Mana shuncha sotsam, mana shuncha puldan, mana shuncha bo'lar ekan. Buncha sotsam shuncha bo'lar ekan, men birodar mana shuncha pul topar ekanman, o'shanda men mashina olar ekanman, o'shanda men uy olar ekanman. Bu nima degani? Bu sohani biznesga aylantirish degani. Ishoning, mana shu ekspert hali infobiznesda, Instagramda bor, sohada bor, lekin faqat shaxsiy brend bo'lib bor. Konsultatsiya qabul qila olmaydilar. Nima menda ishlamayapti? Duralar, menga chiqadilar. Men aytaman, ismlarini aytmayman albatta. Maqsadingni eslab ko'r deyman. Maqsadingni eslab ko'r. Maqsad to'g'ri bo'lsa, to'g'ri joyda bo'lsangiz, ishoning, Alloh o'zi yo'l beradi. Menda shunaqa holatlar bo'ladi. Nima uchun bepul qildingiz? Nimaga mendan pul olmadingiz? Men birinchi diagnostikam, konsultatsiyam tekin. Agar u inson menga to'g'ri kelsa, men u bilan ishlay olishim, yordam bera olsam, keyingi etapga o'tamiz. Общий terapiyalar mana bunaqa. Agar pulingiz yetmasa, men bu yo'lni qilamiz, men bu joyni qilamiz. Nimaga menga unda bunaqa imkoniyat berasiz? Men o'zim bilaman deyman. Nimaga berasiz? Xavotir olmang. Siz bermayotgan joyingizni menga Xudo boshqa joydan beradi. Shu joyda Alloh to'ldirib ketadi. Shu joyda Fotimaxon aytmoqchimanki, haqiqiy mana shu kasb ustalari kelgan mijozni yaxshi ko'rish kerak. Mehr berish kerak. Qalbidan uni dardini eshitib, qabul qilib va bilimi, ilmi bilan uni yechimini
topish kerak. Chunki bizani oldimizga mijozlar mani oldimga motivatsiya izlab kelmaydi. Motivatsiya bering deb keladi. Sразу же aytishadi, motivatsiyalar atrofdan olib bo'ldik. Menga motivatsiyasi kerak emas deydi. Ammo sizga xohlasangiz ham motivatsiya bermayman deyman. Men davolayman deyman. Men davolovchiman, o'shaning uchun terapevtman deyman. Og'riq kuchayib turgan paytda puli yo'q, pul bo'lmasa ham kelib bo'ldi. Endi nima qilaman deydi. Yordam bering deydi. Ammo qo'limdan kelgancha yordam beraman. Fatima opa deydi, menda 1 so'm pul yo'q, xohlasangiz tilla qolmadi, уже berib bo'ldim, hammaga tarqatib bo'ldim, kursda ham o'qib bo'ldim. Endi nima qilaman deydi. Ana shu joyda ishlaymiz keyin. Beraman, bermayman, men prosta tak hech kimni jo'natmaganman. Shunchaki hech kimni jo'natmaganman. Hech qachon jo'natmayman ham. Nimadir olib ketishadi, baribir olib ketishadi. Chunki Alloh deyman, o'zligi men aytaman, shunda birinchi savolim, necha kun oldin deyman, Xudodan so'radingiz, yordam so'radingiz deyman. Necha kun oldin so'radingiz, yo nima so'radingiz Xudodan deyman. Mana so'radim, sizni jo'natdi. Siz u yoqdan rilsdan chiqib qoldingiz. Sizni u qarindoshim aytib qoldi, sizni bu tanishim aytib qoldi. Sizni bular taklif qilib qoldi. Xudo bor ekanmi deyman. Xudo bor ekan deyshadi. Nima unaqa so'rayapsiz deyshadi. Ammo har kuni so'rayman. Allohim, meni oldimga men yechim bera oladigan insonlarni jo'nat. Har doim so'rayman. Men har doim Xudodan so'rayman. Men yechim bera oladigan insonlarni jo'nat. Bu juda ham muhim. Yuzimni yorug' qilgin. Sen bergan ilmlarni men bera olay. Menga izn bergin deyman. Bu juda o'ta muhim narsa. Meni maqsadim Ra'no opa pul ishlash kerak bo'lsa, vazirlikda ham yaxshi topardim. O'ta juda yaxshi topardim. Menda pulda muammo hech qachon bo'lmagan. Menga turmush o'rtog'im hali aytadilar, uyda o'tir deydilar. Hamma narsani qilib beraman deydilar. Adam aytadilar, hamma narsani qilib beraman deydilar. Men o'sha paytda depressiyaga tushgan paytda menga turmush o'rtog'im shunchaki biletlar olib kelib bergan paytlari bo'lgan. Bor, stressingni yechib kel deb. Men bormagan paytlarim bo'ldi. Vaqtim yo'q, o'qishim bor, Ro'shan aka deb. Men shu sohaga kirganimda olib berdilar Antaliyaga. Hali eslatadilar, bormadinglar dedilar. Kuydi biletim. Men sohamni tanladim. Sohani tanlashdan, psixolog bo'lishdan, psixoterapevt bo'lishdan menda maqsad bor. Men bunga maynavotchilik uchun kirmaganman. Biznes uchun, bu yerda pul ishlash uchun kirmagan. Men bu yerda pul topish mumkinligini o'ylab ham ko'rmaganman. Oxiri ustozim aytdilar, bo'ldi, qachongacha yurasan? Hatto 200 mingdan qil degan. Pul olsa bo'lar ekanmi deganman. Pul olish kerak ekanmi deganman. Endi Fotimaxon, Business Woman loyihasiga to'xtalib o'tsak-chi? Business Woman loyihasi bu yerda asosan biznes qilmoqchi bo'lgan insonlar, ayollar. Lekin qayerdadir nimadir boshlay olmayapti. Qo'rquv bor, to'g'rimi? Ayollar biznes boshlamoqchi yoki biznes уже boshlab bo'lishgan. Chunki meni oldimga ayollar kelishadi, tadbirkor ayollar ham kelishadi. Puli bor, oboroti bor. Mana misol uchun bugungi aytaman 700 million 800 minglik oborotim bor, Fatima opa deydi. Lekin menda oborotim turgan bilan menda nimadir ishlamayapti. Men 1 milliard qilmoqchiman. Biznesim yo'q, ish yurmayapti biznes. Magazinda, do'konim, tovarim shunda turibdi deydi. Nimadir menda ishlamayapti, to'sqinlik, yopib tashagim kelyapti, bekitib tashagim kelyapti. Bu yerda oilada problema, bolalar bilan problema, biznesda problema. Lekin boshlab qo'yganman, hamma yoq kredit olib tashaganman. Nima qilay deydi. Ana o'sha yerda men ularni biznesiga tegmayman. Ichki holati bilan ishlayman. Bo'ldi, ketdi, ichida nima bo'lyapti? Biznes yurishmayaptimi? Demak, ichingda nimadir ishlamayapti. Ruhiyatingda qayerdadir norozigarchilik ketyapti. Butun hayotingizda, Ra'no opa, mana bunaqa narsa bo'ladimi? Siz kimdandir norozisiz, siz o'shanga ketyapti butun energiyangiz. Endi tasavvur qiling, butun yillar davomida siz nechta insondan xafasiz? Nechta insondan norozisiz? Sizni biznesingizga bu 100% ta'sir qiladi. Oddiy misol, bu ayol sifat, ayollar aytibman. Endi erkaklar kelyapti. Menda pulim yurmayapti, men klinika rahbariman deyapti. Nimaga meni biznesim yurishmayapti? Men ularning biznesiga umuman tegmayman. Ketdi. Bitta misol, oddiy texnika, hammaga tegishli. Kim bu loyihani eshityapti, biznesi bor. 100 ta inson yozinglar, siz norozi bo'lgan insonlar ro'yxatini tuzinglar deyman. Degan. Rozi qil. Lekin rozi bo'lni o'rgatishmagan. Bu narsani tan olish juda muhim. Endi 4-5 yoshga tushdikmi? Erkak,
klinika rahbari yig'lab o'tiribdi, mani otam ot olib bermagan. O'ta kulgili. Bog'chalik davrlarni eslab. Mentalniy возраст degan narsa borda. Это siz hozir chetdan qaragan o'ta kulgili, lekin ichki ruhiyatga tushsa, O'sha qoladi xotirada. Albatta, bizani butun hayotimizni xotira boshqaradi, podsoznaniya boshqaradi. Bizni tushib, o'sha ot jarayoni bilan ishlayman. Men qilaman uni. Terapevt bo'lib, o'sha buni psixologiyada psixoanaliz deydi. O'sha ot bilan ishlaymiz. Eng qizig'ini aytaman. 40 yoshda o'sha erkak klinikaga otlar olib kelmoqchi, nima uchun ot kerakligini endi tushundingizmi sen? Endi tushundim, gestalt yapmoqchi ekanman deydi. Men bu narsani klinikaga kelayotgan mijozlarni bolalari faqat mijoz kirib chiqquncha otda shug'ullanib turadi deydi. Ko'ryapsizmi, Ravnoba qanchalik gestaltni psixika uni yopish kerak-ku jarayonni. Voy, azizlarim, bu mavzuda siz bilan menimcha bir kun ham kam gaplash. Men nima demoqchiman? Bir soat o'ta kam. Bu soha o'ta kuchli. Chunki barimizni dasturimizni tomoshabinlar o'rta miyonda 40 minut maksimal darajada vaqti chegaralangan, lekin sizdagi mutaxassis shaxs bilan kamida 3 kun ham, men 3 kunda 24 soatni ko'paytirsak, qancha bo'ladi? 72 soatmi? U ham kamlik qiladi. Lekin sizlardagi mutaxassislar juda ham kerak. Nima uchun kerak? Juda ham kerak. Toki mana tadbirkorlar nimadir yurmayaptimi, biznesda nimadir ishlamayaptimi, erkak ayolmi? Demak, nimadir ruhiyatingizda, qayerdadir sizlar kimdandir norozisizlar, bu bir. Va kechira olmaydigan insonlaringiz bor. Birinchi navbatda ota-onangiz. Va albatta o'sha tadbirkor sizga murojaat qilgandan keyin deylik o'sha 2 tami, 5 tami seans, mana tilimda seans o'sha muolajalarni suhbatni o'tkazgandan keyin katta o'zgarishlar bo'ladi. Bilasizmi? Bo'ladi. Nima uchun? Endi ruhiyatda tozalanadi. Ruhiyat tozalanadi. Ruhiyatda bilasizmi? Mana bunaqa narsa bor. Mana bu yerda tuguncha yig'ilib qoladi, abidalar. U tugunchalik yillar davomida tosh bo'ladi. Men tosh ko'tarib yuraman. Men bitta yuk ko'tarib yuraman dedi. Qalbimda bir narsa turibdi dedi. Endi berilayotgan kuch, energiya tugunchalarni yechish bilan ovora. Og'riq. Energiya bor, quvvat bor. Men bu yerda toshlarga, yuklarga ketadi. Biz terapiya davomida qalbdagi toshlarni kechirimlar orqali norozigarchilikni qabul qilib, tan olib, uni bor yo'q qo'yib yuboramiz. Podsoznaniya mana shular bilan kurashadi. Uni yechish bilan ovora. Aql 5% ishlasa, 95% podsoznaniya, xotira. Butun Alloh bergan energiya anuni qo'yib yubor, anuni qo'yib yubor deydi. O'sha narsani biz qo'yib yuboramiz, yo'l ochiladi, biznes yurib ketadi, patok ochilib ketadi. Nima uchun menda patok ochilib ketgan? O'zimni joyimga tushdim. O'zimni relsimga tushdim. Oldin boshqa relsga ketayotdim. O'ta muhim mana shu narsa. Kimni relsida, kimni hayotida yashayapsan va bu biznesga, mana biznes ayollar qilyapti, nima maqsadda kirgani o'ta muhim, juda muhim. Nima uchun bu biznesga kirdi? Nima bermoqchi, nima olmoqchi? Agar prosta tak to'g'ri, biznes orqasida manfaat bo'lish aniq, biznesga kirayotgan ayol bo'ladimi, inson bo'ladimi, pul ishlash. Lekin biznesi foydalimikin? Biznesini yaxshi ko'rarmikin? Biznes unga tegishlimikin? Agar bu biznes mana bu narsadan u birinchidan mazza qilayotgan bo'lsa, ayollarga tegishli. Erkaklar stress qilib ham topaveradi, erkaklarga kerak, erkak ozgina harakat qiladi, ketadi. Ayollarga mana shu biznes qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bu biznesdan mazza qilish kerak. Men buni nima uchun aytaman? Turkiyaga kel qatnadim orada. Vazirlikda ishlab. Mol olib kelib sotdim. Qilmagan ishim qolib, o'tda ham sinaganman. Chunki men taklif qildim, "Yur, zo'r pul bor. $10,000 ishlaganman. $10,000 yo'q." Shunda bittasi qarzga berganman. Bo'ldi, u pul yo'q. Meniki emas. Turkiyaga borib savdo qilish 2 marta borgan. Demak, meniki emas. O'sha relsda ham yurib ko'rdim. Nechta relsda yurdim. Men hozir aytsam, вообще aytaman, suhbat tugamaydi. 25 yillik qandolatchiman plus. Demak, hissadan hissa har bir odam barcha hayotida aytganingizdek, ya'ni 5 tami, 3 tami, balki undan ham ko'pmi, relsda yurib o'zini sinab ko'rish kerak. Va o'zini aytganingizdek, sizni tilingizda relsini topish kerak hayotda. Afsuski, butun hayotini yashab ham topolmaganlar ham bor.
Bu maniki degan narsanichi odam o'zi ichi etarkan. Mana shu ustoz dars o'tayotganlarida psixolog Almira Said maniki deganman. Men psixolog bo'lganman. Shuncha paytda, shuncha sohaga yurib ko'rib, maniki demaganman. O'zi tana etarkan, men bu qalb etarkan, maniki derkan. O'zichi bu narsa menimcha har bir sohada bor. Shaxsan menda ham ijro etayotgan rolim maniki ekan. Shu rolda men mazza qilib cho'milib ishlayapman deyman. Faryod, ko'z yoshlar, qancha asablar ketadi-da, lekin bu maniki. Gap aytaqisi bo'ladi. Taklif qilinadi, boraman, ishlayman. Ichimda etimi yeb, g'alayon bo'ladi. Ayniqsa mashina haydab, endi sukunat, hech kim xalaqit bermaydi va aytamanki, bu maniki emas edi. Mana shu maniki emas qildi nimaga men rozi bo'ldim, shu narsaga qo'l urdim. Lekin bu loyihada men mazza qilib, demak sizniki. Mazza qilib suhbatdoshimni eshityapman, qancha insonlar bilan uchrashyapman, qancha bilmagan narsalarimni o'rganyapman va siz bilan ancha suhbat qildik. 1,5 soat kamida, lekin yana mikrofon maniki-da. Ha, endi podvalda qorong'ida anaqalarni ushlab olib, korobkalarni ushlab olib, mikrofon qilgan, tapichkalarni ushlab olgan qahramonimiz, lekin siz bilan yana nasib qilsa keyingi dasturda uchrashamiz. Chunki sizdan eshitadigan, sizga beradigan savollarimiz juda ham ko'p. Chunki hozir bu umuman olganda dolzarb mavzu. Juda ko'p shaxslar sizlarga murojaat qilyapti. Iloyim, sizdagi yaxshi, ta'kidlab o'taman, o'zini kasbini sevgan sizdagi xodimlar ko'payversin. Sevish kerak ekan. Ko'payversin va albatta o'sha sizlarga murojaat qiladigan barcha mijozlar sizlardan yechimini topa olsin. Avvalambor Allohim o'zi sababchi qiladi. Biz sababchimiz. Sizlar sababchiman deyman. Shuning uchun aytaman-ku, har bir narsaga yechim bor. Afsuski o'limdan boshqa. Albatta. O'limdan boshqa. Shundoq ekan, siz bilan balki vaqtincha xayrlashamiz. Keyingi dasturda. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Mazza qildim. Umuman olganda men hech narsa gapirmadim. Fotimani o'zi shamol bo'lib, yana qo'shimcha momoxondiroq bo'lib kirib keldilar. Mana shu mikrofonni ham maniki deb ushlab oldilar. Qancha savollar bermoqchi edim. O'rtada bir ilindim. Bir ana rus tilida aytganda перебивать qilib yubordim, majbur bo'ldim. Gapingizni ustiga bosib tashlashga, chunki bir nafasda to'xtamasdan gapirdilar, lekin ichi to'la mutaxassis, bilimi ham to'la, gaplari ham to'la, energetikasi ham to'la. Bu narsani siz millionlab odamlar bilan ulashadigan qahramonimiz. Shundoq ekan, kuzatinglar, biz bilan qolinglar. Ko'rishguncha bo'lmasam. Yana ko'rishamiz albatta. Albatta. Siz bilan inshaalloh davomli bo'lsin, chunki siz bilan har xil yo'nalishda, har xil mavzuda, har xil insonlarni taqdirini balki kimnidir ismini aytmasdan namuna qilib juda ko'p yetkazib bera olishingiz mumkin. Balki shu soniyada parallel ravishda kimnidir taqdirida shunga o'xshash vaziyatda o'tirgan qahramon pul to'lamasdan bizni dasturimizni ko'rib yechimini topa olsa, demak biz ham oz bo'lsa ham bir savobga qo'l urgan bo'lamiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, xursand bo'ldim. Eng qiyinli, sinovli vaziyatlaringiz ortda qolgani uchun bo'lsin. Avvalambor farzandlaringiz shifosini beribdilar. Buyuk Parvardigorim mustahkami bilan bo'lsin. Bu yoqda faqat bolalaringizni rohatini ko'ring va izlanishdan charchamaydigan qahramon buni ko'zda emasin. Bu yoq Moskva, bu yoq Turkiya, bu yoq Toshkent va shuncha mijozlar va avvalambor bu hammasi hazil. Ota-onangiz sizdan rozi bo'lganligidan hozir men xursandman. Chunki o'sha paytda, o'sha yillarda dadingiz aytgan gaplari, o'zingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz. Bu faqatgina o'sha xotirada qolsin, aytgandek tugun bo'lib qolgan va bu tugunni siz mutaxassis bo'la turib, uni yechimini topa olasiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Sizdagi mutaxassislarimiz ko'payversin. Rahmat.